Dollar tushishiga nima sabab bo'lmoqda? Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savolga javob beramiz. Birinchi sabab AQSh Federal rezerv tizimining foiz stavkasini tushishi kutilayotganligi. AQSh Federal rezerv tizimining keyingi yig'ilishi 2025-yil 9-10 dekabrga rejalashtirilgan. Ko'plab tahlilchilar ishchi bozorning sekinlashuvi fonida foiz stavkasining 25 baziy punktga pasayishini kutmoqdalar. Foiz stavkasini pasayishi esa ko'pchilik bilganidek valyutani qadrsizlanishiga olib keladi. Ikkinchisi bu tovarlar eksportining kuchli o'sishi. 2025-yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston eksport hajmi 26,68 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 33% ga oshdi. Asosiy drayver oltin eksporti bo'lib, unga valyuta tushuvining katta qismi to'g'ri keladi. Joriy yil boshidan buyon O'zbekiston 909 milliard dollarlik oltin sotgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,7 barobar ko'p. Oltinni hisobga olmaganda eksport 18% ga oshib, 1608 milliard dollarga yetdi. Ma'lumot uchun, import shu davrda 15,6% ga ko'paygan. Biroq eksport o'sish sur'atining tezligi tufayli tashqi savdo balansining manfiy saldosi 806 milliard dollardan 604 milliard dollargacha qisqardi. Asosan yana o'sha oltin eksporti hisobiga. Uchinchisi pul o'tkazmalarining o'sishi. Yanvar-sentyabr oylarida transchegaraviy pul o'tkazmalari 13,9 milliard dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 24% yoki 207 milliard dollarga ko'p. 2023-yil bilan solishtirganda o'sish yanada yuqori, 66%. Ya'ni 5,5 milliard dollarni tashkil etadi. 2025-yil 1-noyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonning xalqaro zaxiralari 59,3 milliard dollarga yetdi. Yil boshidan buyon 44% o'sish qayd etildi. Mazkur zaxiralarning asosiy qismi oltin hisoblanadi, 81% atrofida. Ko'rib turganingizdek, hozirgi barqaror fundamental ko'rsatkichlar ichki bozorda so'mning mustahkamlanishi va dollar kursining pasayishiga sharoit yaratmoqda.